Peterda 58 mingta taksistlarning profillari bloklandi. Toshkentda Rossiyada ishlayman degan mehnat muhojirlari uchun markaz ochilishi mumkin. Rossiyaning gimniga turmagan migrantning videosi internetda tarqab ketdi. Endi mehnat muhojir ishchilarni ish joylaridan bo'shatish tartibi Rossiyada osonlashtirildi. Peterda o'zini politsiya xodimlariga chiqargan 3 ta mehnat muhojir qo'lga olinishdi. Moskvada mashinani haydovchisiga hujum qilgan 3 ta shaxs qo'lga olinishdi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 16 noyabr va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin kanalga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Biz uchun bu juda ham muhim. Katta rahmat. Yaqin vaqtda Toshkentda Rossiyaga borib ishlayman degan mehnat muhojirlari uchun tayyorlash markazi ochilishi haqida ma'lumotlar keldi. Bu haqida O'zbekistonning tashqi ishlar o'rinbosari Olimjon Abdullayev va Rossiyaning elchisi gapirib chiqishdi. Rejada bu markazda mehnat muhojirlar rus tili o'rganish, tibbiy ko'riklar va boshqa kerak bo'lgan shu harakatlarni Rossiyaga borishdan oldin amalga oshirishga imkoniyatga ega bo'lishadi. Bundan tashqari yaqin vaqtda shu testlarni topshirish Rossiyada emas, balki O'zbekistondagi Rossiyaning vuzlarining filiallarida o'tkazilishi haqida gapirib chiqildi. Va alohida O'zbekistonliklar tomonidan Rossiyaning elchisiga shu mehnat muhojirlarini Rossiyada haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir nechta takliflar kiritildi. Xudoga shukr, mana ko'rib turibmiz, O'zbekiston hukumatı ham Rossiyada mehnat muhojirlarining haq-huquqlari ko'p vaziyatlarda buzilayotganligini kuzatib kelishmoqda va har bir bunday rasmiy shu anjumanlarda, marosimlarda Rossiya hukumatı vakillariga bu haqida gapirilmoqda va niyat qilamanki, aynan 2026-yilda Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarini haq-huquqlari, ularning sharoitlari ijobiy tomonga o'zgaradi. O'tgan hafta Rossiyada bir nechta qonunlar qabul qilindi. Bu qonunlar shu bir tomondan chet el fuqarolarini Rossiyada harbiy xizmatga jalb qilishga qaratilgan. Bu har xil shu fuqarolik olish, oilalarga qandaydir hujjatlarni to'g'rilab berishga qaratiladigan har xil takliflar va ikkinchidan Rossiyadan bunday chet el fuqarolarini deportatsiya qilishni oldini olishga qaratilgan. Bundan tashqari yana bir yangilik bu qonunchilikka kiritilgan. Agarda Rossiyada shu harbiy xizmatdan o'tgan chet el fuqarolar o'z vatanida jinoyat javobgarlikka tortilsa yoki bir qandaydir jinoyat ishlarini sodir qilsa, Rossiya bunday fuqarolarni chiqarib bermaydi. Bu degani vidicha bo'lmaydi bunaqa shaxslarga. Bunday harakatlarga asos bo'lganligi yana bir marta aytib o'taman, bu Rossiya hukumatini shu chet el fuqarolarini Rossiyaning armiyasiga jalb qilishga qaratilgan va yaqin vaqtda bu ish mening fikrim bo'yicha faqat kuchayib kelaveradi. Imkoniyat bilan foydalanib yana bir marta aytmoqchiman. Agarda siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, siz Rossiyada harbiy xizmatdan o'tsangiz, sizga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi qo'zg'atiladi va siz javobgarlikka tortilasiz. Я Умарова Умейда из Таджикистана. У моего сына Мухаммада диагноз сенсорная слуховая невропатия. Ему необходимо сделать операцию и поставить кохлеарные импланты. Нам нужна помощь 750 тысяч рублей. Пожалуйста, помогите нам, помогите моего сына. Siz ham Saxovat fondiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, Mir privilegiya orqali pul yuboringlar va aynan siz yuborgan pulingizdan bank ehson qilib Saxovat fondimizga yordam beradi. Pul yuborganingizda o'zbek promokod terishni unutmang. Hoshiyada silka chiqadi. Mir privilegiya ilovasini yuklab olinglar va Rossiyada topgan halol pullaringizni uyga yuboringlar. Keyingi yangilik shu MMA turnirdan keldi. Bu turnirda bo'lgan holatning videosi butun internetda tarqab ketdi. Mana ko'rib turibmiz, Rossiyaning gimni bo'lyapti, lekin hamma turdi, bitta shu mehnat muhojir telefonga qarab turmasdan o'tiribdi. Shu zahot millatchilar bu videoni hamma joyga tarqatib, mana qaranglar, mehnat muhojirlar, migrantlar Rossiyaning gimni, Rossiyaning o'zini hurmat qilmaydi. Mana gim bo'lyapti, bu turmadi, o'tirdi, nihoyat kuch bilan ko'tardik deb hamma joyga tarqatishmoqda.
Lekin mening fikrim bo'yicha bu ukamiz behurmatdan emas, balki saviyasi pastlikdan turmagan. Menimcha bu telefonda o'tirib bu gimn bo'layotganligini ham tushunmagan. Balki hayotda birinchi marotaba Rossiyaning gimnini eshitgan. Endi menimcha bu ukamiz Rossiyaning gimnini anchaga eslab qoladi. Xullas do'stlar, shuni nazaringizda tutinglar. Rossiyada gimn bo'ladimi yoki shu Ikkinchi jahon urushi, ulug' vatanni har xil xayriya komplekslari bo'ladimi? Rossiyaning bayrog'i bo'ladimi? Bu masalalarga Rossiyada juda ham nozik qarashadi. Shuning uchun bu vaziyatda bo'lsangiz, albatta shu mehmon sifatida Rossiyaga o'z hurmatingizni ko'rsatishingiz kerak. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Piterda bez dokument qolib ketgan mehnat muhojirlariga nisbatan katta reyd bo'lib o'tdi. Piterning sentralniy rayonida 100 tadan ko'p mehnat muhojirlarini tekshirishdi. Bu улица Красных Текстильщикda bo'ldi bu reydlar. Bundan tashqari 150 ta avtomobil vositalarini ham tekshirishdi. Где ее купил? Скажи нам, пожалуйста. Я не хожу. Где находится улица Якорная до Утермана? Иди сюда! Здравствуйте, отдельный спецбатальон. Как не два инспектора вам машут, вы не видите. Надо внимательно. не работает, не видит. Нас сложно не заметить. Rossiyada mehnat muhojirlarini ishdan bo'shatish tartibi osonlashtirildi. Eslatib o'taman, ilgari chet el fuqarolarini ishdan bo'shatish uchun Trudovой kodeks orqali moddalarni qo'llab ishdan bo'shatsa bo'lardi. Oxirgi yillarda shunday bir yangilik kiritildi. Bu ish beruvchi tomonidan emas, balki davlat vakolatxonalaridan cheklovlar qo'yilganligi uchun ko'p mehnat muhojirlar ishsiz qolib ketdi. Masalan, shu Piter bo'ladimi, Nijnogorodskiy oblast bo'ladimi, hammamiz guvoh bo'ldik. Bir nechta sohalarda mehnat muhojirlarga ishlash taqiqlanmoqda. Va bu sohada ishlab kelayotgan odamlarni shu bir qandaydir muddatgacha ish beruvchilar ishdan bo'shatish kerak. Bunday harakatlarda ish beruvchilar ancha qiynalishdi, chunki bunday qarorlar Rossiyaning Trudovой kodeksiga qarshi bo'lib turgan. Degani kodeksda umuman bunday shu hokimni qarori bilan ishdan bo'shatish degan modda yo'q bo'lganligi uchun ular shu mehnat muhojirlarini chaqirtirib, "Пиши по собственному желанию" deb ishdan bo'shatishardi. Mana endi bunga ham o'zgarish kiritildi. Endi ish beruvchilar agarda o'zini hududida bunday hokimdan qaror bor bo'lsa, ular bu qarorga asos qilib mehnat muhojir ishchilarni bo'shatishga haqli bo'lishdi. Piterda 58 mingta chet el fuqarolariga tegishli taksi profillari bloklandi. Bunday harakatlarga asos bo'lganligi bu Piterning hokimining qarori. Eslatib o'taman, hozir Piterda chet el fuqarolariga taksi va dostavkalarda ishlash man etilgan va bundan tashqari 2026-yilda ham bu taqiqlar baland ehtimol bilan uzaytiriladi. Bu degani 2026-yilda Piterda patent asosida ishlab kelayotgan shu O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari taksi va dostavka sohasida qonun doirasida ishlashga haqli bo'lishmaydi. Odatdagi meni Piterdan shu taksi dostavkada ishlayotgan aka-ukalarimiz bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, vaziyat qanday? Keyingi yangilik ham Piterdan keldi. Bu yerda 3 ta mehnat muhojir shu o'zlarini politsiya xodimlariga chiqarib, qalbaki hujjatlarini qilib, o'z vatandoshlarini aldab, pullarini o'g'irlashgan. Bu odamlardan qurbon bo'lgan mehnat muhojir shu zahot borib politsiyaga murojaat qilgan va FSB va MVD xodimlari tomonidan bu shaxslar qo'lga olinishdi. Nijnogorodskiy oblastda FSB xodimlari bir nechta korxonalarning rahbarlarini qo'lga olishdi. Bu idoralarning asosiy vazifasi mehnat muhojirlarini fiktivniy qilib stroykalarga joylash va ularga registratsiya qilib berish bo'lgan. Rasmiy tergov ma'lumoti bo'yicha 5000 tadan ko'p chet el fuqarolar bu idoralar orqali registratsiyalarga ega bo'lgan. Natijada shu Nijnogorodskiy oblastida turadigan 7 ta odam qo'lga olindi. Ularga endi organizatsiya nezakonniy migratsiya bo'yicha jinoyat javobgarlik qo'llanadi.
eslatib o'taman, shu yildan boshlab organizatsiya незаконной migratsiya bu juda bir tashkil преступление hisoblanadi va javobgarlik 15 yilgacha bo'lishi mumkin. Endi tibbiy polisi yo'q bo'lgan chet el fuqarolarining ma'lumotlari Ichki ishlar vazirligiga yuboriladi. Bunga tegishli qonun Rossiyaning Dumasiga 12 noyabr kuni kiritildi. Eslatib o'taman, Rossiyaning qonunchiligida bir modda bor. Bu moddaga ancha yil bo'lgan, lekin uni oxirgi 10 yil umuman qo'llashmasdi. Bu qonunga binoan har bir Rossiyaga kirgan chet el fuqaroning qo'lida tibbiy strafovkasi bo'lishi kerak. Bu tizim qo'llanmasdi, chunki chet el fuqarolar kelganda borib patent olayotganda qo'liga bu DMS polislarni olishardi. Hech kim ularni tekshirmasdi. Hozir esa bu moddani boshqatdan ko'rib chiqishmoqda va mening fikrim bo'yicha yaqin vaqtda aynan Rossiyada biz DMS polis yurgan fuqarolarga nisbatan Ichki ishlar vazirligi tomonidan qonuniy choralar ko'rilishi mumkin. Imkoniyat bilan foydalanib men sizlarga eslatmoqchiman. Sizlar posredniklardan emas, primoy Sberbank saytidan strafovkani sotib olishingiz mumkin. Bunda siz kamida 2000 rubl ekonomiya qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari bu strafovkani siz patent olishda ham ishlatishingiz mumkin. Hozir shu yerdan men silkani chiqaraman. Bu videoni описаниесida ham bo'ladi. Mening Telegram kanalimga ham yuklab qo'yaman bu silkani. Silkadan o'tinglar va o'zingizning nomingizga DMS polisni posredniklarsiz rasmiylashtirib qo'yinglar. Moskvada haydovchiga hujum qilgan 3 ta migrant qo'lga olinishdi. Eslatib o'taman, o'tgan hafta internetda bir video tarqab ketdi. Bu videoda shu 3 ta O'rta Osiyolik yigitlar mashinani haydovchisiga hujum qilishmoqda va mashinada kichkina bola borligi ham eshitilmoqda. Bu video tarqalgandan keyin shu zahot Moskvaning politsiyasi bu shaxslarni qidirishni boshlashdi va tezkor tergov harakatlaridan keyin shu 3 ta O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qo'lga olinishdi. Ko'p millatchilarning kanallari bu videolarni tarqatib ko'rsatishdi. Mana mehnat muhojirlar bolalik haydovchiga hujum qilishdi va hokazo. O'zi bu video to'liq ko'rsatilmagan. Bundan oldin ham ular yo'lda bir-biri bilan urushgan, tortilishgan va rulda bo'lgan o'zi ozarbayjonlik yigit pertsovoy balonchikni bularga ishlatgan. Va bundan keyin ular bu yigitni qo'lab, to'xtatib, unga hujum qilishgan. Men har doim aytaman, hech qachon Rossiyada ko'chalarda bo'ladimi, yo'llarda bo'ladimi, hech kim bilan urushmanglar. Biz hammamiz musulmonmiz, sabr nimaligini bilishimiz kerak. Bunday vaziyatlarda o'zingizni bosib, bu yerga nima uchun kelganligingizni hech qachon unutishingiz kerak emas. Siz Rossiyaga birinchi bo'lib ishlagani kelgansizlar. Ko'chada kimdir bilan urushib qolsanglar, sizni kimdir haqorat qilsa, sizlar faqat qonuniy ravishda harakat qilishingiz kerak. Agarda bu vaziyatda shu haydovchi bu 3 ta mehnat muhojiriga nisbatan balonchik ishlatgan tarzda shu zahot politsiyaga murojaat qilishganda, bu vaziyat umuman yuz bermasdi. Nabarot, bu haydovchi javobgarlikka tortilardi. Mana endi bu harakatlar uchun bu yigitlar kamida 5 yilga qamalishi mumkin. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Sizdan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada savollaringizni qoldiringlar. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.